Koreysdan ham o'qishni orzu qilgan qaysi universitet haqida gaplashamiz. Silicon Valley. Silikon vodiysi Koreyada ham bor. Bunday deb ko'pchilikda jon maqtashadi. Bu shaharda o'sha mashhur KAIST universiteti joylashgan. Bu universitet odatda men Koreyaning MIT'si, ya'ni Massachusetts Institute of Technology deb tanishtiraman. Bu universitet 1971-yilda Koreya va Amerika yordamida asosiy maqsadi Koreyani texnologiya va ilm fanida jahon yetakchilaridan biriga aylantirishi bilan tashkil qilingan edi. Bugungi kunda esa nafaqat Koreyada, balki butun dunyoda eng kuchli ilmiy tadqiqot markazlaridan biri sifatida tan olinadi. Nima uchun shunchalik nufuzli bo'lgani qiziq bo'lsa kerak. Bu yerda talabalar nafaqat nazariy, balki real muammolarni hal qilish uchun tadqiqotlar olib borishadi. Universitetning asosiy tamoyillaridan biri ilm fan bilan jamiyatga xizmat qilish. Shu bois KAIST bitiruvchilari Google, Samsung, LG va Elon Musk akaxonni Tesla kabi yirik kompaniyalarda ishlashadi yoki o'z startaplarni yaratishadi. Bu yerda o'quvchilar Einstein bo'lib ketaman deb faqat darslar bilangina cheklanishmaydi. Koreyaning o'zi barcha kampuslarida hayot juda ham qiziq. Talabalar o'zlarining startaplarini yo'lga qo'yishlari, turli texnologik loyihalarda ishtirok etishlari va hatto xalqaro ilmiy konferensiyalarga borishlari mumkin. Shuningdek, bu yerda sport klublari, ayniqsa futbol ishqibozlari juda ko'p. Ijodiy to'garaklar va talabalarning dam olishi uchun turli tadbirlar mavjud. Sizga aytsam, do'stim, bu yer shunchaki universitet emas. Bu kelajak texnologiyalar yaratadigan maskan. Agar siz ilm fan va innovatsiyalar olamiga qadam qo'ymoqchi bo'lsangiz, KAIST eng zo'r tanlov.